Assalomu alaykum sevimli do'stlar. Bo'sh vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Yodinglardimi? Bizga oldin qisam programmalarimizda Bahramjonning bo'lsa intoyin qiziqarli hikoyalarni aytib bergandik. Undaqda bugun huzuringizga davom muxtirda Bahramjonning bo'lsa aytgan Qiyr bog'von bilan Shahzoda nomli hikoyani sunamiz. Yoqtirib anglaysizlar. Qiyr bog'von bilan Shahzoda. Bir podshohning shahzodasi bir kuni sayli sayohat uchun sahroga chiqqan ekan. Unda hikoyasini boshladi. Bugun yorishimni chiroyli soqolni bo'sh silab qo'yib. Ketib etib shahzodaning ko'zi tomlari past bir bog'ga tushibdi. U bog'da 70 yoshlardan halqib, dumchak bo'lib qolgan. Jinimi oz qolgan bir buayning talab tapchirab ko'chat tikayotganligini ko'ribdi. Shahzoda bu buayga shundoq debdi: "Hey buvay, sen tikayotgan bu ko'chatlarning mevasini yeyishga umring yor bermaydigan turdi. Shundoq nimjon bo'lgan jiningga nemancha mushaqqat qilib ko'chat tiksan?" U buay shahzodaga bundoq javob beribdi: "Bizdan burun o'tganlar mushundaq daraxt tikib, yetishtirib qo'yib ketishgan. Biz ular tikkan ko'chatlarning mevasini yedik. Bizning tikkan ko'chatimizning mevasini bizning keyingi avlodlar yeydi. Agar nisb bo'lsa, biz yeyishga ulguramiz deydi." Shahzoda yosh va tajribasiz bo'lganligi uchun buvayning bu so'zlari uning g'ururiga tegibdi. "Sen qiyri hargizmi bu bog'ning mevasini yeyolmaysan. Agar sen bu bog'ning mevasini yeyishga ulguraligidek bo'lsang, kallangni olaman" deb ochiqlab ketib qoldi shahzoda. Yigit ketgandan keyin buvay boshqalardan u yigitning begna bolasi ekanligini bilibdi. Shu qitimqi voqeadan keyin 4-5 yil o'tganda yilqi shahzoda yana bir fursatda bu bog'ning yonidan o'tib ketib boqqa ko'zi tushibdi. Qarsa bu bog' xush havoliq, go'zal, shirin mevalar bilan to'lgan bog' aylangan ekan. Shahzoda bu bog'ning go'zalligiga maftun bo'lib, bog'ga kiribdi va bog'da bir buvayning meva daraxtlarining ostida ishlayotganligini ko'ribdi. Buvay shahzodaga salom qilib, uni orom ilishga taklif qildi. Biroq shahzodani tanimadi. 5 yil burungi voqea shahzodaning esida qolmagan ekan. Buvay shirin mevalarni elib kelib, shahzodaning oldiga qo'yibdi. Shahzoda mevalardan bir oz yeb, buvayni yeyishga taklif qildi. Buvay shahzodaning hurmati uchun mevalardan elibdi. Biroq yemasdan shahzodaning yonidagi mulozimlarga berib etibdi va shundoq debdi: "Boyvachcha, men bu bog'ning mevasini yeyishga qanday yetinay?" Bu gapni olgan shahzoda buning qanday ish ekanligini so'ragan ekan. Buvay 5 yil burun bo'lgan ishni so'zlab beribdi va oxirida shundoq debdi: "Men shu shahzodaning qasamini nazarda tutdim. Shunga bu bog'ning mevasini yemaslikka qasam qilganman." Buvayning bu gapini anglab, esi kelgan shahzoda: "Shu qasamni qilgan o'g'il men bo'laman. Men sizlarning diyonatlaridan ko'p ta'sir oldim. Buva, meni kechirsizlar. Boqqa qaraydigan maxsus odam belgilay. Sizlar men bilan ketib, menga maslahatchi bo'lsizlar" debdi. Buvay shaharga berishni chiroyli rad qilib, shu bog'ning o'ziga eng cho'ng tasalli bo'lganligini deb uzr so'rabdi. "Bolalarim, endi sizlarga navbat keldi", dedi buvam hikoyasini so'zlab bo'lib. "Bu hikoyadan hayotning qanday haqiqatini his qildinglar? Biz bu qiziqarli hikoyadan xeyli cho'nqur bir mazmun bayqalligimizni his qilib tursakmi, u haqdagi tushuncha va hissiyotimizni qanday izhor qilishni bilolmay tamtirab qoldik. Bolalarim, men yuqorida degandek, odam bu hayotlik etizig'a yaxshilik urug'ini chassa, yaxshilikqa, yomonlik urug'ini chassa, yomonlik yo'liqidi. Ammo yaxshilik qilish uchun dasmoy bo'lish kerak. Dasmoy bo'lmasa, hatto o'zinglarga yaxshilik qilish qo'linglardan kelmaydi.
Bundaq deganim, sizlar bu dunyoga yaxshilik urg'in chechishinglar uchunmi, oldi bilan nodon bo'lmasliginglar lozim. Dono, aqlli bo'lish uchun ilmda kamolat tepishinglar. Hunar kasbda oldingi qator turish uchun zo'r tirishchanlik ko'rsatishinglar kerak. Bir narsani yerim yota o'rganib qo'yish bilan qanoat qilishga bo'lmaydi. Yana biri ozgina bir narsani o'rganib qo'yiblar, cho'ng ishlarda muvaffaqiyat darvozasini ochqili bo'lmaydi. Bilmagan ishni bilaman demaslik, ozgina narsani o'rganib olib, bir izda to'xtab qolmaslik kerak. Har qanday ishda oldingi qatorda turishga tirishganlar, o'zinglarning ishon sharaf guliga ega bo'la olasizlar. Algi yaxshilik qilishqimi qo'linglarni uzata olasizlar. Bo'lmasa, nodon tuyibdak yaxshilik qilaman deb yomonlik qilib qo'ydigan, chopqini olaman deb qarg'u qilib qo'ydigan ahvol sodir bo'ladi. U qanday voqea ekan? deb so'radik biz. Suyimli kichik do'stlar, nodon tuyibning hikoyasini anglag'anlar bormi? Undaq bo'lsa, kelar qitimliq programmamizda bu hikoyamizni anglaysizlar. Kelar qitimliq programmamizgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.